Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, nega havo sovib, salqin shamollar esganda shamollash holatlari keskin ortadi? Yoki nega qisqa vaqt ichida sovuq ichimlik ichish ham shamollab qolish ehtimolini oshiradi? Bu ikki holat, sovuqning ta'siri va shamollash haqiqatdan ham o'zaro bog'liqmi yoki yo'qmi degan savol sizni ham qiziqtirganmi? Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda biz shamollash sabablari, bunga immun tizimining javobi va sovuqning kasallanishdagi o'rni haqidagi ilmiy qarashlarni ko'rib chiqamiz. Umumiy shamollash bu yuqori nafas yo'llarining o'tkir yallig'lanishi bo'lib, odatda virusli infeksiyalar tufayli yuzaga keladi. Yallig'lanish avvalo burun shilliq qavatiga ta'sir qiladi, ammo ko'pincha tomoq, halqum va burunning yondosh bo'shliqlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun shamollash atamasi ko'pincha yallig'lanish bilan bog'liq belgilar majmuasini bildiradi va faringit, laringit yoki traxeit kabi kasalliklar bilan barobar qo'llaniladi. Shamollash odatda burun bitishi, oqishi, yo'talish, aksirish va umumiy holsizlik orqali namoyon bo'ladi. Bemorlarning taxminan yarmida tomoq og'rig'i, 30% da esa yo'tal kuzatiladi. Isitma ko'proq bolalarda uchraydi, biroq kattalarda ham rivojlanishi mumkin. Bolalar odatda yiliga 8 martagacha, kattalar 4 martagacha, keksalar esa 1 yilda 1 martadan kamroq shamollashadi. Shamollash odatda 1-2 hafta davom etadi, biroq ba'zan simptomlar 3 haftagacha saqlanishi mumkin. Virusli shamollash esa o'z-o'zidan o'tib ketadi va ko'pincha faqat quvvatlovchi davo talab etadi. Shamollashni davolash yoki oldini olishning 100% samarali usullari yo'q, ammo uni ketishini yengillashtiruvchi bir qancha vositalar mavjud. Shamollash sovuq havoning ta'siridan rivojlanadigan kasallik degan keng tarqalgan fikrga qaramay, shamollashni faqat infeksiyalar keltirib chiqaradi. Haddan tashqari sovuq qotish, qizib ketish, sovuq yoki yomg'irli ob-havo ta'siri tufayli shamollash kelib chiqishi ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan. Aksincha, havo sovishining yoki atrof muhit haroratining o'zgarishi shamollash ehtimoliga bevosita ta'sir ko'rsatmasligi aniqlangan. Biroq sovuq havodan nafas olish burun yo'llarining mahalliy immunitetini pasaytirishi va infeksiya yuqtirish xavfini oshirishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Shamollashni 200 dan ortiq turli viruslar keltirib chiqarishi mumkin. Ko'p hollarda esa rinoviruslar deb ataluvchi guruh shamollash sababi bo'ladi. Shu sababli shamollash juda yuqumli kasallik hisoblanadi. Virus odatda burun yoki ko'zlar orqali organizmga kiradi. Bakteriyalar chaqiradigan infeksiya esa faqat 5% hollardagina aniqlangan. Shamollash alohida kasallik bo'lib, gripp, bakterial faringit, o'tkir bakterial sinusit, allergik rinit va ko'k yo'taldan farq qiladi. Ammo ba'zan u pastki nafas yo'llarini kasalliklari, sinusit, astma xurujlari yoki o'tkir otit bilan asoratlanishi mumkin. Agar shamollash virusli infeksiya tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, u o'tkir respirator virusli infeksiya deb tashxislanadi. Bakterial infeksiya aniqlansa yoki qo'zg'atuvchi noma'lum bo'lsa, o'tkir respirator kasallik degan tashxis qo'yiladi. Ko'pincha lab shamollashi deb aytiladigan holat aslida oddiy gerpes bo'lib, u oddiy shamollash bilan bog'liq emas. Bundan tashqari, ORV ga o'xshash alomatlar ba'zan ancha xavfli kasalliklarda ham kuzatilishi mumkin. Shu o'rinda video avvalida berilgan savollardan biriga qaytsak, sovuq havo bizning tanamizning himoya tizimini zaiflashtiradi. Natijada viruslar tanaga osonroq kirib keladi. Chunki sovuq havoda burun va tomoqning ichki devorlari va shilliq qavatlari sovib ketadi. Shilliq qavati esa juda ko'p mayda qon tomirlari bilan qoplangan. Bu tomirlar tananing haroratini ushlab turish va zararkunandalarga qarshi kurashadigan himoya hujayralarini yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Ularning yuzasida joylashgan mukus deb ataladigan shilliq qavati suyuqliklari odatda havodagi viruslar, bakteriyalar va chang zarrachalarini ushlab qoladi. Bundan tashqari, bu qavatda joylashgan mayda tugchalar dushman mikroblarini tashqariga chiqarib yuboradi. Sovuq tushganda esa havodagi namlik darajasi pasayadi va havo quruqlashadi. Bunday havoda nafas olganda burun va tomoqdagi shilliq qavatlar tezda quriydi. Bu tabiiy himoya tizimini ishdan chiqaradi. Shilliq qavat kuchsizlanadi, tugchalar sekinlashadi. Natijada burun ichiga kirgan mikroblar halqum va bronxlarga bemalol yetib borishi mumkin bo'ladi. Qo'shimchasiga, sovuq havo ta'sirida qon tomirlar torayadi. Natijada burun yo'llariga kamroq qon keladi.
Bu esa o'z navbatida immun hujayralaridan bo'lgan leykositlar va antitelalarni burun bo'shlig'iga yetib bormasligiga olib keladi. Sovuqni sezgan tana esa issiqlikni saqlab qolish uchun qonni asosan ichki organlarga, yurak, jigar va miyaga yo'naltiradi. Shu sababli burun, tomoq, qo'l va oyoqlarda qon aylanishi nisbatan kamayadi. Bundan kelib chiqadiki, virus tanaga kirganda unga qarshi chiqadigan jangchilar soni ham kamayadi. Nafas yo'llaridagi haroratning pasayishi esa rinoviruslar uchun ayni muddao, chunki bu guruh viruslar taxminan 33 daraja atrofida nihoyatda faol bo'ladi. Shu sababli ular burun yo'llarida tez ko'payadi, bu esa yana qo'shimcha immunitet pasayishiga olib keladi va tananing bu qismi viruslar uchun qulay muhitga aylanadi. Aytib o'tganimizdek, virus faqat tirik hujayra ichida ko'payadi. U mustaqil yashay olmaydi. Shuning uchun nafas yo'llariga tushganda u yerdagi hujayralarga o'zining irsiy ma'lumotini kiritadi va hujayrani o'ziga xizmat qiladigan zavodga aylantiradi. Natijada hujayra virusning yangi nusxalarini ishlab chiqara boshlaydi. Viruslar soni ko'paygach va hujayradagi ozuqa moddalari tugagach, viruslar hujayrani yorib chiqadi va uni nobud qiladi. So'ng yangi viruslar atrofdagi boshqa hujayralarga o'tib, ularni ham zararlaydi. Bu jarayon immun tizimi infeksiyani to'xtatmagunicha davom etadi. Nobud bo'lgan immun tizimi hujayralari va shilliq qavatidagi suyuqlik aralashib balg'amni hosil qiladi. Agar shamollash o'z holiga tashlab qo'yilsa, bu balg'am bakteriyalar uchun qulay muhitga aylanadi. Natijada ikkinchi darajali bakterial infeksiya, masalan, bronxit yoki o'pka yallig'lanishi, pnevmoniya rivojlanishi mumkin. Bu darajagacha kelguncha organizm shamollashga qarshi himoya mexanizmlarini ishga tushiradi. Burun oqishi, tomoq og'rig'i, yo'tal va aks urish bu eng asosiy himoya reaksiyalari hisoblanadi. Viruslar nafas yo'llarini shilliq qavatini zararlaganda qon tomirlar kengayadi, suyuqliklar ko'payadi va bu burun oqishiga olib keladi. Burun ichiga virus, chang yoki sovuq havo kirganda tana ularni chiqarish uchun aks urish refleksini faollashtiradi. Shu bilan bir vaqtda shilliq qavatida asab hujayralari sezgir bo'lib qoladi. Bu ham aks urish refleksini chaqiradi. Bu jarayonda diafragma, ko'krak va burun mushaklari bir vaqtda qisqaradi va aks urishi sodir bo'ladi. Shu tarzda organizm burundan virus va suyuqlik zarrachalarini yuqori tezlikda chiqarib tashlaydi. Virus tomoq va bronxlargacha yetsa, u yerdagi sezuvchi retseptorlar ham qo'zg'aladi. Miya bu signallarni yo'tal markaziga uzatadi. Bu esa o'z navbatida diafragma va ko'krak mushaklarini keskin qisqarishiga olib keladi. Natijada havo yuqori bosimda chiqarilib, nafas yo'llari tozalanadi. Tana haroratining ko'tarilishiga immun hujayralarining piragen deb ataluvchi maxsus moddalari sabab bo'ladi. Organizmda viruslar soni ko'payganda bu piragenlar miyaga tana harorati juda past degan signal yuboradi va miya qon tomirlarini toraytirib, mushaklarni qaltirata boshlaydi. Natijada issiqlik ishlab chiqiladi va tananing harorati ko'tariladi. Yuqori haroratda kasallik qo'zg'atuvchilar ko'paya olmaydi, immun hujayralari esa aksincha faolroq ishlaydi. Endi shamollashda tavsiya etiladigan yordamchi vositalar qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Lekin avvalroq aytib o'tganimizdek, viruslarni bevosita davolovchi dorilar mavjud emas. Shu sababli xalq tabobati usullarining qanday foyda berishini tahlil qilamiz. Birinchi va eng ommabop usul bu kichkinaligimizdan onalarimiz aytadigan tomoqni tuzli suv bilan g'arg'ara qilishdir. Shamollash vaqtida viruslar, bakteriyalar va ular hayot faoliyatining mahsulotlari tomoqdagi shilliq qavatini qoplaydi. Nimtatir sho'r suv ularni yuvib, mikroblarni mexanik tarzda olib chiqadi. Natijada tomoq tozalanadi va yallig'lanish kamayadi. Agar suv biroz sho'rroq bo'lsa, u hujayra ichkarisi va tashqarisidagi bosim farqi orqali yallig'langan to'qimalardan ortiqcha suyuqlikni chiqaradi. Bu esa viruslarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi hamda tomoqdagi shish va og'riqni kamaytiradi. Bundan tashqari, sho'r suv mikrob o'sishini sekinlashtiradi, ya'ni yengil antiseptikdek ta'sir qiladi. Yalpiz, uning choylari yoki shimish va sepish uchun mo'ljallangan dorilardagi moddalar tomoqdagi sovuqqa ta'sirchan retseptorlarni qo'zg'atadi. Bu miyaga tomoq tinchidi, og'riq kamaydi degan signal yuboradi va og'riq hissi vaqtincha pasayadi. Qo'shimchasiga, bunday dorilar tomoq shilliq qavatini namlaydi. Bu esa yo'talni kamaytiradi. Ba'zida esa
Bunday dorilar tarkibida yengil antiseptik yoki yallig'lanishga qarshi benzidamin, xlorgeksidin yoki timol kabi moddalar mavjud bo'ladi. Ular bakteriyalar sonini biroz kamaytiradi, ammo bu ta'sir juda cheklangan va vaqtinchalik. Bunday antiseptiklar viruslarga qarshi kurashmaydi, faqat organizmning o'zi viruslarni yo'q qila oladi. Limon tarkibida bo'lgan C vitamini va flavonoidlar immun tizimini mustahkamlab, organizmning viruslarga qarshi tabiiy immunitetini faollashtiruvchi moddalar ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Bu moddalarning ayrimlari hujayra ichida virus replikatsiyalarini sekinlashtiruvchi antioksidant va antiviral xususiyatlarga ega. Biroq antiviral ta'sir uchun zarur bo'lgan flavonoidlarning konsentratsiyasi limon sharbatida mavjud emas va uning ta'siri asosan qo'llab-quvvatlovchi xususiyatidadir. Asal o'zining antiviral va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari orqali yo'tal va tomoq qichishini yengillashtiradi. Uning tarkibidagi fermentlar va flavonoidlar immun javobini faollashtiradi hamda viruslarning hujayraga kirish jarayonini qisman to'xtatadi. Bunga qaramay, asal ham dori vositasi emas va 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda qo'llanilishi esa xavfli hisoblanadi. Zanjabil tarkibidagi moddalar yallig'lanish jarayonlarini kamaytirib, burun bitishi va tomoq og'rig'ini yengillashtiradi. Ushbu birikmalar virus ko'payishi bilan bog'liq yallig'lanish markazlarida mavjud birikmalar faolligini pasaytiradi. Biroq zanjabilning shamollash yoki grippni to'liq davolashi ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Endi sizda shamollashni qanday oldini olish mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Bugungi kunda eng samarali usul bu mavsumiy emlash hisoblanadi. Viruslar orasida eng keng tarqalgan turlardan biri gripp virusidir. Grippga qarshi maxsus emlash vositalari har yili yangilanadi. Yoshlar, keksalar va tibbiyot xodimlari esa muntazam ravishda mavsumiy emlashdan o'tadilar. Bu gripp tarqalishini kamaytirish va undan himoyalanishning eng ishonchli yo'li hisoblanadi. Har kungi hayotda esa o'zingizni to'satdan bo'ladigan harorat o'zgarishlaridan saqlang. Xonangizda havo namlagichidan foydalaning. Bu nafas yo'llarini shilliq qavatini qurishini oldini oladi va burun bo'shlig'ini sog'lom saqlashga yordam beradi. Immunitetni mustahkamlash uchun esa ko'p suyuqlik iching, lekin sovuq suvdan ortiqcha qo'rqish shart emas. Uni muntazam ichish tomoqni orqa devorini chiniqtiradi. Bu esa o'z navbatida kuchli mahalliy immunitet shakllanishiga yordam beradi. Qo'shimchasiga qo'llarni tez-tez yuvish, gavjum yopiq joylarda kamroq bo'lish ham virus yuqtirish ehtimolini kamaytiradi. Immun tizimini normal faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun C va D vitaminlariga boy meva, sabzavotlar va foydali mahsulotlarni muntazam iste'mol qilish ham tavsiya etiladi. O'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha